bizni kuzatib boradigan do'stlarimiz mana yuqori chiqishdan Saidmurod akamni haydab yurgan texnikalarni ichidan sadarka oldik akajon. O'zingiz olib berdingiz, to'g'rimi akajon? Hammalaringizga Allohim yor bo'lsin, xitoyliklar musulmon bo'lsin. Hech qachon sadarka mana shunday yonmaydi. Sizlardan iltimos qilaman, bizga kimga remont qildirsangiz ham iltimos injektorli texnikalarni bu 1 soat ham ishlatmaydi. 1 kunda o'ldiradi. Ja bo'lsa, bitta ko'rsangiz iltimos qolarim, keling. Qarang ahvolini jigarlarim. Keng, yaqinroq oling akajon. Sadarka hech bir zamonda bunaqa yonmaydi. Ko'rishingiz mumkin jigarlar. Sadarkani yonishini, qo'ltiqchasida ozgina xitchasi ham bor. Oyog'im ishlab ketadi bunaqa holatda. Qo'ltiqchasida ozgina xitchasi bor, ko'rishingiz mumkin. Xavfsiz hududga o'tib, har doim sadarkani mana shuni tekshiringlar. Buni ichidagi kondensatmi, nima balo bor bilmayman jigarlarim, lekin injektorda ajali, apparatni sekin-sekin o'ldiradi, injektorda ajali jigarlarim. Ustalar qilgan ishi bir tem bo'ladi. Boshqa joyga qildirasiz ham, qayerni remont qildirasiz, hech qachon bunaqa sadarga qo'ymaysiz. Oilaviy sog'lik buyog'i bo'laveradi jigarlarim. Saidmurod aka bitta iltimos bor akajon. Yordamingiz kerak. Umringiz uzoq bo'lsin. Bizni obunachilarga bitta salom yo'llab qo'ying. Bizni kuzatib boradigan do'stlarga. Mashakani obunachi. Allohim yuzimizni yorug' qilsin. Hammalaringizga sog'lik, rahmat ketdim.